Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh do'stlar, подписчиктерim, ko'rganlarim qalaysizlar? Kishi Qirg'izistondan G'azavonda materialning bari keldi, tamojadan chiqardik dedi. Bir kun yo'lga chiqdi dedi, Xudo xolasa жұмысқа chiqam. Yo'lga chiqam. Bugun ana mayda ishida istеп жүрген жұмысымni до конца bitiraman. Kichkintoy жұмысқа. Biroq ularga eskертib aytib qo'ydim. Ertaga Xudo xolasa azonda yo'lga chiqib Qirg'izistonga. Yo'lga chiqib Xudo xolasa kechqurun 7-cham O'sh degan qalaga beton gazini boslaymiz. Beton qo'yib, odan keyin o'zimiz teplitsa. Teplitsani betondan ertaga qarg'ini Xudo xolasa boslaymiz. Sizlarмен bölüşüp qo'yish deganim o. Hepten kuttum mana. Oldu Xudo xolasa. Проездimni topmadi. Xudoga shukr. Endi tarmoqqa topmoqchi. Ketadigan mamadan bugun patal. Do'stlar. Ertaga yo'lga chiqqan кезде surib ketgandan keyin sim karta olib internet qo'sgandan keyin solib o'tiraman videolarni. Qiziq.